Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Obunachilar, bugungi joyimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Taraqqiyot mahallasidan 13 sotixli 6 ta 7 ta xonalar bilan, hamma sharoitlari bilan daryoni bo'yida Qorasuv daryosi o'tgan bu yerdan. Bu joyimiz Yangi Toshkent hududiga 3 kilometr joyda joylashgan. Ko'rsanglar bo'ladi, juda ham chiroyli manzarali joy. Bu joyimizga egalari umumiy narx $135,000 so'rayapti. Kimga qiziq bo'lsa, nomerimizni qoldirganmiz. Aloqaga chiqsanglar yana batafsil tushuntiriladi. 6-7 ta xonali xonadonimiz, hamma sharoitini qilib qo'yishgan. Garaj, hammom, hamma sharoitlari bor. Joyimiz kvadrat. Kelib ko'rib olishingizni tavsiya qilamiz. Juda ham manzarasi chiroyli, havosi toza joylar.